Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Dushess. Fanta uslubidagi Dushessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Do'stlar, hammaga xayrli kun. Ahror Alixonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz shu voy, orqamda nima bo'lsa. Shu bolalar bilan Baburello. Yes sir. Aka Zafar va ukam Javohir. Qarsaychor, молодец. Bugungi videoda kim tezroq ozadi? Shuni hisoblab olamiz. Buni qarang, o'zi mana 2 kiloman. Endi men chaqirdingiz? Ha? Men chaqirdingiz? Hozir hammasini bilib olasiz. Xullas do'stlar, endi esa pravila, ya'ni qoidalarga o'tamiz. Hammasini hozir tushuntirib beraman. Ushbu rolikda 4 ta bloger, men, Javohir, Baburello va Zafar aka-uka ikkita komandaga bo'linamiz. Qaysi komanda eng ko'p vazn tashlasa, naqd 1 million so'm qo'lga kiritadi. Va bizda mana bunaqa vazn o'lchaydigan uskuna ham bor. Tarozi. Xullas, hozir birma-bir komanda o'lchab olamiz. Kim qancha? Kim bilan kim o'zi вообще? Kim bilan? Men bilan Javohir, sizlar kelinglar bo'lasizlar. Egoistman. Do'stlar, men aytib ketishim kerak, to'g'risi men kech. Короче, do'stlar, men aytib qo'ymoqchiman, to'g'risi kecha kundan beri вообще tualetga chiqmadim, umuman. Еще ertalab завтрак ham qildim, burger, 2 ta burger yedim. O, chetirligini. Hozir uyga borib shunaqasini aniq chiqaraman. Tayyormisiz? G'irromchi. Tayyormisiz? 71. Endi aka-uka Zafar vazn uskunasiga turadi. Hech qanaqa negativ kerak emas. Nobodo semirsam, atak xursand bo'laman. Ovqat yemaymiz bugun, brat, esishdi. Voy, 46,5. Oh, goddamn. Okay. Endi esa bularni hammasini o'lchab oldik. Mana shu yerda ularni vazlari turibdi. Va endi esa bizani o'zimizning komandani o'lchab olamiz. Birinchi bo'lib turib o'zim boshlab bering. 83.75. Xullas, ko'rib turganlarda eng semizi, pok semizi bizda Ahror. Bu videodan maqsad nima bilasizlarmi? Ahror просто ozmoqchi, pul olmoqchi, ham ozmoqchi. Biza bu yerda maqir 6 kilo bo'lib turib nimaga olishim kerak? Javohir endi 72.50. Okey, значит, sizda hozir 150 kilogramm, bizda esa 120. Biza yutdingiz. Shuni shiyli uchun buni qaranglar. Oyoq kiyim 2 kilo turadi, 2 kilo. Sizdan og'irroq, qarang. Zafar, semiz yozib oringlar. Kommentariyada like bosib. Kim nima? Aka-uka top. Aka-uka chort. Do'stlar, biz soat mana 13:41 bo'pti. Rovna mana masjidda 22:00 da ko'rishamiz. 22:00. 22:00 da. Ungacha xohlagan narsalarni qilsanglar bo'ladi. Faqat operatsiya qilmanglar, желательно. Просто takka chaqirganim yo'q sizlarni. Tak. Bugun biz ikkita komanda bo'lib 1 million so'm sovringa kurash o'tkazamiz. Da, bizning byudjetimiz, ya'ni o'sha sovrinimiz ko'payish xohlasanglar, albatta pul beringlar. Obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Xullas, bo'ldi. Endi challenge'imizni boshlaymiz sizlarga. Pagnali. Tayyormisiz? Давайте. 1, 2, 3. Oh, goddamn. Ko'p chiqmayli. Nice, ketdik. Hop, bizda qanaqa plan? Men birinchi bo'lib uyga borib tushishim kerak, realno. Qornim och. Realno? Da. Bila, tayyorgarlik ko'rmaydan-da bu bola. Brat, men ertalab realno 2 ta burger yedim, chospa kecha yedim. Ertalab yedim. Kecha men YouTube syomkada shunaqa ko'p narsa yeganman, 2 kilo narsa yeganman. Isho, bular hozir 7 kilomi chiqishadi hozir boru. Menda qichu ideya bor. Nima? Как раз брат. Bilat. Bilat. Buya bilat. Brat, men bilasanmi bugun nima plan? Nima plan? Ro'za tutaman. Bezroq. Bezroq. Vallahi. Men sen anti ro'za tutaman bo'lmasam. So, go. Bo'ldi, bizning planimiz hozir uyga borib tushish. Ketdi. Mозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Do'stlar, xullas bizning planimiz bo'yicha hozir zalga borib, o'tda maksimal darajada kardio qilib yuguramiz, suv ichamiz, ketidan hamma bilan bo'qlari chiqib ketadi. Bilasizmi? Menda fikr bor-da. Qanaqa fikr? Klizma tezroq bo'ladi. Короче, hozir bitta zal topdik, o'sha navigatorga urib oldim. O'sha zalga boramiz va o'sha yerda shug'ullanamiz. Ovqatlanib olaylik birinchi.
Nima? Birinchi. Ba'zan yig'moqchimisan, nabarot? Iltimos kommentariyada yozinglar. Просто birinchi ovqatlanib, keyin zalga borib chichib olgan yaxshimi? Oh, goddamn. Без быстрее chiqadi-da просто, ne? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Просто biz hozir yemasdan turib zalga boramiz-da. Javohir, tupoy deb yozib yuboringlar kommentariyada. Qaranglar, meni strategiyam bo'yicha men qanaqa o'ylab qo'yuvdim. Javohir deb yozib yuboring. Strategiyam bo'yicha biz hozir ovqatlanamiz, undan keyin zalga boramiz. Полностью ichimiz achavat bo'lib chiqarib olganimizdan keyin sauna и basseynga borib просто yopib yuboramiz deb o'yladim. No, biz yo'q, birinchi zalga boramiz. Da, birinchi zalga boramiz. Давайте, okey, zalga boramiz. Bu meni kanalim. Ana, biz ham yetib keldik. Xullas, Profit degan joy ekan, fitness zal. O'sha yoqqa kiramiz. Takoy formalar bilan. Jigar. Tayyorlanib olganmiz, ular bilishmaydi, kstati. Ular bilishmaydi. Sorry, patsani. Ular menimcha hozir shashlik yeyishga ketishga, ba'zini yig'ishadi ular. Yo'q, birinchi ularning strategiyasi to'g'ri-da. Ba'zini yig'ib keyin birato'la chiqarib yuborish. Ya, u g'alati strategiya. Yoqmadi strategiya. Bizani kirgizishadimi? Qanaqa u Profit degan joyga keldik-ku. Fitness emas bu. DSP sotadigan joyga keldik-ku. Bilasanmi nima qilsak bo'ladi agar zal ishlamayotgan bo'lsa? Nima qilsak bo'ladi? Yugursak bo'ladi ko'chada. Yo'q, Chorsuga boramiz-da, mardikor bo'lib ishlaymiz. Do'stlar, bu fitness zaldan chiqdik, boshqasiga ketishga majbur bo'lamiz, chunki ichida syomka qilish mumkin emas ekan, nimagadir bilmayman. Men shuning uchun keyingisiga yo'l otlanamiz, pagnali o'sha yerda topib, srazu o'sha yerdan kirayotgan momentimizdan qo'yib beramiz. Xullas biz hozir ozish uchun Bobur uyiga keldik, chunki Bobur to'rsaytni nima qilmoqchisiz? To'rsaytni tualetga kattasida chiqmoqchiman, chunki ertalabdan kechadan вообще chiqmadim. Hozir 71 ru nechidir chiqdi-yu. Men hozir 70man, hozir 1,5 kiloni tashib chiqaman. Yaxshi, demak Boburga ishonaman men. Lekin men ham ozishga harakat qilaman, lekin hozir biza o'ylaymiz 3 ta 4 ta 5 ta plan bor va ichkariga kirib hal qilamiz. Ketdimi? Ketdi. Let's go. Aldadim. Tak do'stlar, men hozir uyga keldim. Hozir takoy mazza qilib tushaman, lekin bu kadr, конечно, bo'lmaydi. Bu kadr Telegram kanalida, privatniy Ahror Alixonov Telegram kanalida mana QR kod o'tib ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa tushayotganim. Men esa ketdim. Telegram kanalida, Ahror Telegram kanalida $10,000 rozыгрыш konkursi bo'ladi. Mana 10,000 emas, 9,900 men operator. Zarplata. Men ketdim. Mana Zafarga qoldirib ketdim bitta. Ладно. Ikkinchi operatorga mana. Ладно, Ahror bilan anaqaga, Javohirga mana yana 200. To'xtang. Bu pulni nima qilasiz, deymi? O'sha. Kotizarda. Do'stlar, men mazza qilib tushib chiqdim hozir. Men kutmagan joyda. Мне кажется, hozir reально tushayotganimda 1 kilo tashab ketdim. Men kutmagan joyda Zafar aytdi, что завтрак qilmagan, lekin hozir tualetga kirib ketdi. Nima chishyapti? So'rab ko'ramiz. Zofa. Qanaqa ovoz chiqyapti, Zafar? Zafar, shu yerdamisiz? Zafar, tirikmisiz? Bular nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Jo'mat. Tushyapsizmi? Zafar, o'zingizdamisiz? Okey, bu bolani hozir tinch qoldiramiz, chunki ishlarini qilyapti. Ладно. Men umiddaman, turishda prям 2-3 kilo tushib yuboring, brat, iltimos. Вот. Hozir biz undan keyin sport qilishga ketamiz. Let's go. Xullas do'stlar, mana biz Qayerga keldik? Zalga. Uncha chiroyli. Mana bitta banyasi ham bor ekan-ku. banaga ham kirsak bo'ladi. Banaga ham kirsak bo'ladi. Normal, o'zing normal. Ozib ketaman stressdan. Bo'pti, kiyim olaylik. Mana переход qilamiz, da. Bir. Yo'q, mana bunaqa qilaylik. Da. Unda o'tirgansiz, o'tirib. Da. Xullas, do'stlar, men bunaqa qalin tasavvurga kiyim oldim, spesialni. Nima bu? Lasinami? Brat, bugun kardio bo'ladi. Bular o'xsham bokserlar bor, mana qiladi. Tirriqlik. Zubachka. Bo'pti, nima qilamiz hozir? Men bilmayman hech narsani. Birinchi o'chiritda nima bo'ldi? Kardio, brat. Ular ketdik. Bo'pti, ketdik, давайте. Muzika yo'qmi? Menimcha, 1-2 kiloga ozdim уже. Yugurishni qara.
Oyog'ini bitta ko'rsatma. Tuppoy durak yiqilib tushasan. Oh, goddamn. Cho'tan Baburel g'ozosidanmi? Hozir biz brachkam bilan ketyapmiz cho'm-cho'm qilgani, chunki eng yaxshi variant menimcha bassenda vest tashlash. Короче, biz Monakoga turib qildik, chunki u yerda и sauna bor, и basseyn ham bor. И ham odam ko'p, Да, и odam ko'p. И kim ko'p? qizlar. Men bu gapni aytmadim. Uzr dunyo. Monakoga ketdik. Qani bo'lmasa bizlar do'stlar Qorasuv keldi, chunki bu yerda Monako и hozir takuy yechinamizda. Va cho'milamiz. Nimaga? Chunki odam cho'milsa, и saunada bo'lsa, suv chiqsa, takoy ozadi. Da, hozir mana shunaqa maqsadda biz ichkariga kiramiz. И dal shu o'zlaringiz kontentni ko'rasiz. Let's Bu bolani futbolkasi birinchi marta ko'raman bugun. Zafar bilan Baburello Monako yopiq basseyn bilan barter qilib ichkariga kirib olishdi. Va mana biz Monakoga ham kelib oldik. Endi kimlar almashtirib bu yoqqa cho'milishni boshlaymiz. Let's go. Menga bunaqa syomkalar yoqadi do'stlar. Shu joyda obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin, chunki Ahror legenda kontent qilib beryapti sizga. Bizni kimlarni ham almashtirib oldik. Birinchi o'p nimadan boshlaymiz? Men o'ylayman birinchi cho'milib chiqish kerak, потом уже banya. Okay, go. Chunki takoy badanimizni sovlantiramiz, a потом bam, issiqda o'tiramiz, и terlaymiz. O, da. Chortga o'xshab terlaymiz, bora takoy. Chortga o'xshab terlaydi, bu. Brat, itlarni burni sov bo'lib ketadi-yu, terlaydi, mana shunaqa qilib terlaymiz, tushundingizmi? Let's go do'stlar. Shunaqa qilib Baburello bilan Zafar cho'milib vazn yo'qotishni boshlashdi. Do'stlar, biz hozir takoy plotni cho'milishimiz kerak, ham borib kelib, tуда обратно bosishimiz kerak, chunki biza O'zishimiz kerak. Da. Lekin bitta fakt, men faqat birinchi bo'lib orqa mechasiz o'rganganman. Wow. Birgin. Orqa mechasiz olmasdim. Brat, siz balomasiz, siz chiripaqasiz. Biz esa ketdik do'stlar. Короче, do'stlar, вообще charchab ketdik. Biz ham hozir borib keldim, где-то bir 7-8 marta borib keldim. Hozir sekin-sekin sauna tarafga boramiz. Lekin sekin-sekin sauna tarafga boramiz. Qulog'imga suv kirib qoldi, eshitmayman. Ana bo'lsam biz hozir saunaga keldik. Hozir saunada challenge qilamiz. Kim oxirgi chiqib ketsa, o'sha yutadi. Okay. И, kстати говоря, sauna badanchi suvni chiqaradi. Terlab ketamiz. Ertalabda suv ichmadim men. Biz ichmadik вообще. Men ham ichmadim. Chanqab ketdim, to'g'risini aytsam. Go'mi? Omad. Omad. Bular challenge qilaman deb saunada ham normalniy tak o'tirib qo'yishibdi. Voy do'stlar, это qiyin bo'ldi. Men yutqizmadim. Просто dondoziki deb yutqizdim. Kim bir chiqishga o'ynadik. Ato ikkalamiz ham o'sha futbol bo'lgandik, to'g'rimi? No, da, это to'g'ri. Men aytdim, men birinchi chiqmayman. Xohlasangiz chiqing, xohlasangiz dondoziki o'ynaymiz dedik. Dondoziki o'ynadik, men yutdim. No bilash, dondozikida omadim kelmaganda. Brat, hozir biz suvga tushishimiz kerak, liba dush, sovuq dushga. Давай, dush. Раз, два, три. Bola qochib ketyapti, cho'za prank. Ushab turibman, deb turib ketma deyapmiz. Davay. Mana biz maza qilib ozyapmiz, sauna basseyn cho'lyapmiz. И то mana Monakoga rahmat aytib qoldiramiz. Da, chunki bizni ham mehmon qilib chaqirdilar, biz iltimos so'radik, mana shunaqa challenge dedik, ish o'tga keldik. Qorasuv rayonida joylashgan Monako. Kelinglar, sizlar ham kelinglar. Monako akvapark. Let's go do'stlar, let's go. Hozir biz mana rossiyskiy banyaga kirdik, и o'tni qizib ketdik. Hozir takoy muzda suvdan keyin turistskiy saunaga kirib ko'rmoqchimiz. E'tibotda Bobur chidolmaydi, ko'ramiz. Voy, опять shunaqa deyapti bu bola. Okay, rosa ko'ramiz. Bu safar dondozikka o'ynamayman. Voy, блин, уже charchadim boru. Hali yana где-то Дорогой дневник, не подобрать слов, чтобы описать боль унижения. God damn it, bro. Где-то hozir 5 minut yugurdim, ashcha prям lekin o'chib qoldim. Men tupo yugurgani yo'q. Orqamacha yugurib yuribdi, down bilan. Ham kimi suv bilan. Suv ichmasam bo'lmaydi lekin jigar. Bilasizmi, 4 litr suvda necha kaloriya bo'ladi? 4 litr suvda necha kaloriya bo'ladi? Kimdir bilsa yozaversin. Voy bilan, suvda kaloriya bo'lmaydi. Rog'e? Sepma. Shilta bo'lib ketmasam bo'ldi-da. Endi nimalar bor ekan? Ana.
Telefoningizni berib turing-da. Qaysi cho'mchagingizda? Tupoy. Ol, jigar. Ol. Ay. Ol, tupoy bir. Bor. Ay. Baxtkasan. O, ama nima edi? Prisedaniyami? Ves yo'qotish uchun trenirovka qilish kerak-ku. Ves yo'qotish uchun. So'rab ko'raman. O, mana bu narsalar ham bor edi-yu. Извините, а что мы можем сделать? Типа у нас челлендж, мы должны сбросить вес в течение 8 часов. Что вы можете посоветовать, чтобы сбросить очень быстро? Нет? Не знаете? ГГ. Mana buni qilsak bo'ladi hozir. Hozir mashina ko'tara olsa. Bor. Qo'ybotan. Bor. Ushlab turamiz. Kerak emas. Mashina bitta ko'tara olsam, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Давайте. Ahror Alixonov sizlarga kerakmi yo'qmi shuni aytinglar bo'ldi. Belim og'rib qoldi. Belgi beradi-yu bu, to'g'rimi? Kel, sen ham qilib ko'rishi? Yo'q, men qilmayman. Qiynalib qolaman. Qo'ying. Sen ham ozishing kerak ukam, kel. Yetishimiz kerak. Da. Nimadir qilgan. Qo'lingizda menga qisilib qolaman. Og'ir bu. Sen bu straf qilib turaman. Bez rofl, давай. Chesta. Davud, oldingda men borman. Davay. Shundan ham qo'rqaman. Davay. To'xtang. Hech nima qilmayman, ha? Ko'pman agar hech nima qilmayman. Kodsiz agar qilsangiz, to'g'rimi? Yo'q, davay. Bitta qalbabdi. Qo'yib ketaman. Og'ir bular. Ну-ка, давай, bitta. Tushir. Slabak akazlar, ukam. Jonim. Qisib qo'yadi. Nima bo'lyapti? Javohirbek. Qisib bilan aytdim. Jonim, ozishing kerak ukam. Ko'tarolmayman dedim-ku. Mana shu video 1.5 ta layk qilsa, Javohir basharasini buzib yuboramiz. Endi menga bitta qiziqayotgan narsa bu Baburello bilan Zafar nima qilishayotgan ekan shu payt. Bobur, necha kilo vес tashladim deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, где-то bir 1 kilo точно есть. Men o'ylayman, chunki men tushdim. Saunada o'tirdik, ikkita saunada o'tirdik, cho'mildik, hozir yana cho'milamiz. Menimcha 2 kilo tashladim. 46,5 midan 44,5 man уже 100%. Men уже o'ylayman, shunaqa bo'ldi. И еще biz вообще umuman suv ichmadik. Hozir soat примерно 6 bo'ldi уже. Ertalab soat 1 da boshladik. Короче, to'g'risini aytaman, qiynalib ketdim men. Suv ichmasdan, ovqat yemasdan. Charchadim. Chunki och qoram. И bundan keyin yana challenge'lar bor. Поэтому kutinglar do'stlar. Bolalar esa yana 1 soat basseynda cho'milib vazn tashlashga harakat qilishdi. Shu paytda biz Javohir bilan mayda trenajyorkalardan foydalanib, ozgina bo'lsa ham vazn yo'qotishga harakat qildik. Va tezgina pastga o'tamiz. Agar kimdir obuna bo'lmagan bo'lsa bu kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bu eng katta qo'llab-quvvatlagan narsalar bo'ladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. O, men anaqada ko'rganman internetda, belingizga baylayman-da, siz nima yugurasiz, men bunda o'shab turaman. Go. Kuchli narsa bo'ladi, еще bitta. Ha, ketdi. Faqat tez yugurishingiz kerak-da, real yuguring. Ishon Javoh, o'ldiraman seni. Javoh, qara nima topdim. Ketdi. Mana buni o'yin bor. Unaqa. Kallaganmi? Easy. Kalla yo'q. Bu tupoy namuncha qattiq. Xullas, endi biz taxminan 2 soatgacha shu yerda bo'lamiz va ozishga harakat qilamiz. Lekin Baburello bilan Zafar nima qilayotgani real menga qiziq. Chunki men bilmayman-da, sizlar ko'rib turibsizlar, men bilmayman. Nima deb o'ylaysiz? Zafar bilan Baburello nima qilishyapti? Chichyapti istali. По очереди. Men o'ylashim bo'yicha klizmaga borishgan deb o'ylayman. Yo'q, klizmaga borish olmaydi, chunki Zafarda ichida hech narsa yo'q chiqadigan. Meni fikrim bo'yicha ular Baburello operatsiya qildirgan o'zi. istali. Men ular sochini oldirib maksimum ves yo'qotishi mumkin.
Yo'qota olmaydi istalik. Realni sochini kalga oldirsanmi? Ishtonimni o'sha yerda yechib beraman. Zalda shuncha harakatimizga qaramasdan orada yogacha ham qilib, vaznimizni o'lchab ko'rish haqida fikr keldi. Necha kilo yo'qotdik? Bitta tortinib ko'raylik. Davay. Qancha edik? Sen qancha eding? 2 kilo. Qarang. 70 chiqonman. Просто yashayotganim uchun 2 kilo yo'q bo'lib qoldi-yu. 83-75 edim. Realni ozibman. Jigar? Necha kiloga? 400 grammga. Bezroflar. Yutqiz deyman sen. 400 gramm. Men bilasizmi 2 kiloga. Nima biz hozir yuguramiz. Hozir suv ichsak bo'ldi ketadi. Do'stlar, endi biz Ozgina. yarim soatgacha mana bunda yuramizda. Necha soat? Yarim soat. Дорогой дневник, мне не Zalda biz yana crossfit bilan ham shug'ullandik. Hozir Javohir boyacha o'tib karillovdi. Shuning uchun hozir kurash tushamiz birga bir. Bu yoqqa cho'rt. Kim cho'rtdi? Sen cho'rtsan. Madossan. Tushunding? O'lding. O'lding uchun. Namuncha tez. Ha? Namuncha unaqa tez. Ey, chertafam bilan. Haterlar Luboy bilan shunaqa bo'ladi. Tushunding? Anaqasiga Короче, do'stlar, zalda ham hamma narsani tugatdik. ketsa ham bo'ladi deb o'ylayman men. Chunki типа уже всё-da. Воровская жизнь легкая, dedi. Bilmas, bildirmas. Xullas do'stlar, biz mana o'sha shug'ullanib ham oldik. Hozir esa saunasi bor ekan bu zalda. O'shaning uchun hozir saunasi bor ekan. Voy, saunasi bor ekan. Yana bitta aytaymi? Pashol. Hozir saunaga kiramiz, kayf qilib, mazza qilib, ozolamas. Baburello bilan Zafar nima qilib kerak ekan? Klizma. Bo'pti, ketdik saunaga. Do'stlar, вообще qattim charchadim. To'g'risini aytsam, buni syomkaga chaqirmaylar meni iltimos. Ozg'in bo'lib ketganim bilan. Realno. To'pim chiqib ketdi-yu. Короче, bizda hali plan bor. Hali bu tugamaydi, chunki vaqt hali yetdi, 3 soatimiz bor. O'ylamoqda. Qornimiz jo'stka ochdi, suv вообще ichmaymiz choraslarni. Hozir yana chanqadadigan narsa qilamiz. Eta. Hozir ko'rasizlar. Mana do'stlar, biz ham saunadan chiqib oldik. Endi 15 minutcha o'tirdik, vроде. Shunaqa kayf, shunaqa mazza bo'ldi lekin. Ammo уже cho'milishga o'tvardi. Hozir men ham cho'milib chiqaman, lekin o'ylashim bo'yicha biz aniq yutdik bu challenge-da, chunki ular bolalar menimcha точно saunaga kirishmagan. Kirishgan bo'lsam, lekin zalda qatnashmagan deb o'ylayapman nimagadir. Может qatnashgandir, может yo'q, bilmayman. Xullas biz saunadan chiqib, keyingi ozish uslublarini, keyingi narsalarga o'tamiz. Ketdik. Короче, menda ideya bor. Stressdan aniq ketish kerak kaloriya. Fikrim bo'yicha sakraydigan joylar bor-ku, pastga sakraysiz. Ha. Batutlaydi, короче. Ushutga sakrasi, stress bo'ladi, vesimiz ancha ketish kerak deb o'ylayapman. Lifehack tekshirib ko'ramizmi? Go попробуй. Biz xullas hozir Anhor parkka Javohir etgan eksperimentini sinab ko'rish uchun ketyapmiz. Ya'ni o'sha batutdan pastga sakrab ko'ramiz. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Xullas do'stlar, yuzimdan ko'rib turibsizlar. Bugun 5 soat uxlaganman. Plus saunadan keyin shunaqa boshim aylanib, bo'lib qoldim. Lekin shuni oldini olish uchun uzr, emotsional gapirib bera olmayapman. Shuni oldini olish uchun biz Anhor parkka keldik va tepalikdan sakrab ko'ramiz. Ketdik. Man bu aytdiki, hozir stressdan ozamizmi realni? Ozishimiz kerak. ChatGPTga yozgan. Birinchi eshitishim lekin Stressdan odam ozib ketadi. Stress ko'p bo'lsa ozadi odam. Ha? Qani? Siz nima birinchi etajdan sakragansiz? Sen bu qo'lingansan. Shunaqadir realni hozir cho'pay bo'lib ketsin. Do'stlar, hozir biz stress yo'qotish, stress ya'ni bo'lish uchun men bu legendarniy mashinada haydab ko'ramiz. Pistolet ham bor ekan. Voy. Cho'tirmaga yoqmayapti. Qo'yni qaydayapsiz. Qaydayapsiz, odamni o'g'irlayapsiz. Hozir orqaga yurib ko'ramiz. Bilaman, cho'migandan keyin ne bilasan? Oyog'im sig'madi bilib. Voy. Ket, oldiga bo'pti, ket. Burnout beramizmi? Ferrariga o'tirsak bo'lardi, boru. Men rul вообще qo'ydim. Ket, burnout, ket. Drift. Let's go, bro.
Uy. Ketdik jigar. Bo'ldi. Menimcha bir 500 grammlarga ozdi lekin. Xullas hozir biz mana bu tepaliga chiqamiz. Voy. Umrimda hech qachon parkka shunaqa attraksionlarga chiqmaganman. Do'stlar, albatta yozib qoldiringlar kommentariyada kim, qaysi komandaga sizlar balet qilsizlar, qaysi komanda yutadi deb o'ylaysizlar. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, hozir biz uchishga chiqamiz. Oy, do'stlar, lekin yomon qo'rqaman. Ketdi. Kim uchib ketadi hozir? Voy, bo'ladi men, bo'ldi tushaman. Bo'ldi, stress oldim. Bo'ldi, stress oldim. Matrang! Voy, слишком baland bo'lib ketdik, blad. Matrang! Wow! Yana balandga chiqamiz. Voy, 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 voy. Voy! Voy! Blad! Ay! Ay! Wow! God damn, bro! God damn, bro, qara! Oh, blad! Pastga qara, pastga qara. Bo'ldi, tushiringlar. Oh, god damn, bro, god damn, bro. God damn, bro. Whoa, 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 boshim aylanyapti. Boshim aylanyapti. Do'stlar, lekin oyog'im qaltiryapti. realni qaltirab qoldim. Bilasanmi? Uyqu bor-ku, yuvib qoldim momenti. Lekin normal ekan. Normal. Go'an sakrashga boraylik. Brat ekan. Bo'p qoldim. Bo'pti, okey. Pog'nali. Xullas do'stlar, mana nihoyat o'sha joyga ham yetib keldik. Mana shundan hozir mana batutdan sakraymiz tepalikdan. Tepaligini qara, voy bila. U kamerada sezilmaydi. Bo'pti, chipuxa deysizlar-yu, lekin hayotda realni qo'rqinchlik ham bor-ku. Do'stlar, menimcha bizga где-то yana yarim kilo mashina tashlasak bo'ladi. Yarim kilo где-то stress ketkiz. Da, bo'pti, sen boshlab ber. Yo'q, men boshlanya. Sen sakring. Brat, realni qo'rqinchlik ham, bila. Realni qo'rqinchlik ham. Go, попробуйте. Sakrab ko'ring. Brat, ikkiga ham, ikkiga bo'lmasa ekan, brat, men biridan o'zdan qotaman. Давайте. Stress yetadi, bo'ldi, yetadi. Давай. Let's go, bro. 1 2 3. Давай. Я не знаю, здесь курбан маленький. Да, бабка, нам. Давайте. Брат, 1 2 3. Do'stlar, voy blin, voy blin, realni qo'rqinchli ekan. Voy blin, normalni. Hozir endi javob sakraydi. Давай javob. 1 2 3 Прыгнул высоко, так что нужна группировка. Мой магаз был на углу, я возил дозировку. Каждый день раскался в сумку. Voy blin, do'stlar, lekin birinchi etaj men bittan pastdan g'alati ko'rinar ekan, lekin yo'qda, lekin normalni takoy. Stress bo'lar ekan, sakradi, lekin voy. Ya'ni oyog'imiz bilan sakrab o'raydi, adashib ketdi. Oyog'im qaltiryapti-da, boru. Bo'ldi, ketdik. Men realni stressdan 1,5 kilomni yo'qotgan bo'lsam kerak, ketdik. Xullas do'stlar, botdagi loyihalarni ham tugatdik. Hamma narsani shu yerda tugatdik. Endi esa biz ovqatlanishga boramiz. Ovqatlanish? Nimaga? Ovqatlanmaymizmi? Oy, yutqizamiz u. Shuncha stress pul to'lab, buvisiga kirdi, orqasidan ovqatcha bo'ldi deydi. Nima qarang, meni fikrim bor. Bodring, tarvuz yesak, yo'q, chiqarib yuboradi. Ha, bo'pti, ketdi. Ganyats qiladi suvda. Bodring bilan duchigimi yotdi ekan. Xullas, bu yerdan chiqib nimadirlar qilamiz. Xullas do'stlar, biz magazinga ham kirib chiqdik. Ichidan strech oldik. Strech nimaga kerak desanglar, hozir o'zingizlar bilib olasizlar hozir nima uchunligini. Tamilachar nimadirlar narsa oldik. Kстати, qurtoba ichish mumkinmi? Tipo, vez. Jinnisan, bilasanmi? Yo'q, men ichib mumkin vроде. Ichim o'tib ketadi. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Shu uchun ichyapman-ku. Voy durrak. Men oddiy suv oldim, xullas. Все, bo'ldi. Bo'ldi, все. Boshqa hech narsa olmadik. Hozir tekshirib ko'ramiz, короче, hammasini. Ketdik. Hozir meni ozgina mazam qochib qoldi, chunki anchadan beri yeganim yo'q. Ertalabdan beri hech nima yeganim yo'q. Kecha uxladingizmi o'zi qancha? 5 soat uxladim. Xullas, hozir ozgina narsa yeb olaman, chunki o'zimni g'alati his qilaman do'stlar. Hozir yeb olamiz, keyin yeb olganimdan keyin. Короче, o'zimizga hozir Caesar salat zakaz qildik.
Hatto bu shuni yeydigan вообще bir Saunaga kirish xato anaqa ekan. Saunaga kirmaylar lekin. Просто Kunni oxirida kirish kerak. oxirida kirish kerak. Biz o'chib qoldik ekan. Lekin hozir mana bu salatni yeganimizdan keyin O'ylashim bo'yicha hatto bu normal. adrenalin bo'ladi. Да? Да, думаю, да. Или adrenalin urorish kerak. Biz походу вес гонять emas, navrot yig'yapmiz, Походу, да, shunaqa. Xullas, yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha hamliga ovqatlanamiz, pog'anali. Uyg'ondim. Короче, do'stlar, mana nima yetishmayotgan ekanman. Ovqat, прикинь, просто. Hozir biz bu yerdan ovqatlanib chiqdik. Endi esa детский площадкаga boramiz. O'sha yerda Strichga o'ralib, kachata qilamiz. Da. Bekor aytib qo'yding. O'sha yerda mayli, bilib olasizlar o'zingizlar. Bitta. Bitta, torting. Do'stlar, shu momentda iltimos o'tkazib yormanglar, chunki men sizlarga bitta iltimos bilan chiqyapman. Bilasizlar, ko'ryapsizlar, asosiysi ko'ryapsizlar, qanaqa emotsiya, qanaqa masshtabdagi videolar olamiz, hammasi albatta sizlar uchun va eng asosiysi bu jarayon meni ham qiziqtiryapti va meni o'zimga ham qiziq. Shuning uchun do'stlar, biz rivojlanishimiz uchun, yana ham kattaroq, yana ham masshtabliroq videolar olishimiz uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bilaman, sizlardan juda ham ko'p so'rayman, lekin oxirgi payt bu narsa bizga juda ham muhim va komandamiz rivojlanishi uchun va yana ham kattaroq bo'lish uchun albatta shu obuna bizga juda ham muhim bo'lyapti. Shuning uchun pastga o'tib turib shunchaki obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, sizlardan hech qancha vaqt ketmaydi, bizga esa kattakon qo'llab-quvvatlagan odam bo'lasizlar. Rahmat, biz esa videoni davom ettiramiz. Xullas do'stlar, mana biz o'zimizning maqsadimiz, ya'ni manzilimizga ham yetib keldik. Mana shunaqa детский площадка. Детский emas, endi площадка har xil shug'ullansak bo'ladi va hozir ko'rib turibsiz. Jigarimda stretch tortyapti menga, chunki stretch havo o'tkazmaydi. Polis ko'tarib turing-da. Aylaning. Bo'ldi, brat. Блядь. Что там, Бабурелло, блядь? Da, sen o'rab qo'ying. Javohirni ham stretchlab qo'ydim. Xullas, mana o'ran oldik. Bir ikki vat shug'ullanib ham ko'ramiz. Easy. Sakrabmi? Verstich. Ikkita qildingmi sen? Da, sakramasdan. Men ham sakrayotganim yo'q. Ha, конечно. Easy. Ay. Lekin istarganlar bor-ku. O'xshadi. Ay. Ketdi lan. Do'stlar, biz shu plashadkada ozgina press kachatayotgan paytimizda oldimizda kichkina bolalar futbol o'ynayotganini ko'rib qoldik va ularga qo'shilib stretch kiyimida примерно 1,5 soat futbol o'ynadik. Do'stlar, biz короче hozir basseynni uyga keldik. Hozir ikkinchi marta tualetga chiqaman. Chunki basseyn yurg'itib yubordi, ichimma takoy hozir mazza qilib hazm qildida, hozir chiqarib yuboraman. Ertalab yegan narsamni. Ertalab tushganim esa kecha yegan narsamni chiqardim. Tushundingizmi? Mind games. Hozir esa soatlarni yechib qo'yaman, takoy futbolkani yechaman, kiraman. Undan keyin plan cho'tki, поэтому videoni oxirigacha ko'ringlar. Короче, do'stlar, вообще men tualetga kirib chiqdim, lekin вообще hech nima chiqolmadi. Ну, короче, sezonman, lekin ketmayapti-da, chiqmayapti. Поэтому hozir ikkinchi terlatadigan narsa это stretch o'rab olamizda, yuguramiz. Men уже futbolni formadaman. Let's go, do'stlar. Qani bo'lsam do'stlar, biz hozir magazin keldi, chunki stretch sotib olamiz. Stretch bilan o'rab yuguraman men. Siz yugurasizmi yo'qmi bilmayman. Men ko'ramiz, chunki men qornim juda ham ochib ketdi, juda ham charchadim. Men ko'ramiz, agar Bobur normal yo'za qilsa, men ham yuguraman. Вот. И такой kiyimlar oldim, чтобы такой terlash uchun cho'g'asdan maksimal darajada terlash. Lekin soat уже 15 ekan 8. Bizda 1,5 soat vaqt bor. 9 gacha chunki. Nima 9 gacha? Ag'ron aytdi. Итак, do'stlar, biz hozir futbolni poliga keldik. Короче, shu yerda biz hozir mana stretchga o'raymiz. Потом yuguraman men. Ketdi. Men yotgan narsam atiga 60 gram. Buni yarimni yedim. Qornim och. Hozir endi Boburelloni stretchlaymiz. Men sochimga ahamiyat qilmaylar. Просто bassenda normal shampun topa olmadim. Dabdalashib qolmasligi uchun mana shunaqa o'rab oldim. Ha, qo'ldan boshlaymiz.
Короче, Zafar hozir prям 3 ta 4 ta sloydan qildi. Hozir men aytdim bitta sloydan qiling, a to bo'lmasa reально mumiya bo'lib ketaman. O'zimni sloyimni ham qolmadi. Reально. Уже terlab ketyapman reально. Endi oyoqlarimni ham qilish kerak. Nafas olish qiyin bo'lib ketyapti-yu, Zafar. Men bu challenge-da o'lishim emas, aniq просто ozishim kerak. Voy Zafar, yomon qisdingiz reально. Do'stlar, albatta bunaqa mehnat uchun like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Axir shunchalik beriladimi yo'qmi challenge? O'zining challenge-ga, a? Beriladimi? Beriladimi yo'qmi? Nima u? Tipa, abdushi qiladimi yo'qmi, tushunasizmi? Короче, men mana shu akalar bilan o'ynashim kelyapti hozir. O'ynashim kerak, чтобы terlash uchun. Просто yugurib yurish zerikarli-da. Hozir mana shu o'ynasam, такой с кайфом yuguraman-da. Прям четко qilib yuguraman. Fintlarni ko'rsataman, kameraga aytaman, content qilib beraman-da. Shu paytda Baburello bilan Zafarni oldidagi bo'layotgan futbolga Baburello qo'shilib olmoqchi bo'ldi, lekin uni afsuski qo'shishmadi. Mana do'stlar, soat 8. Hozir 1-2 soatimiz qoldi. Mana shu hozir yuguraman. Takoy qilib yuguraman-da. Где-то yarim soat 40 minut, 1 soatcha yuguraman. Terlab, o'lib, takoy itga o'xshab besimni tashiyman. A potom esa chichaman, yana bir ikkinchi marta chichaman, chunki ikkinchi marta chiqqanda o'xshamadi. Bo'ldi. Let's go. Qani bo'lmasam do'stlar, kepkani, kapshonni kiyamiz, yozda maksimal darajada terlaymiz. Men уже turganimda terlab ketaman, chunki ko'chada 28 gradus. Ketdi. Men yutish uchun hamma narsa qilaman. Zafar, yoqimli ishtaqa. Biz bitta komandamiz esa-chi. Birinchi krug do'stlar, birinchi krug. Let's go do'stlar. Do'stlar, короче, men hozir tennis kortiga kirib oldim и bu yerda yuguraman. Просто terlaganimni qarang. Ko'ryaptimi? Смотри. Вот. Ko'ryaptimi? Mana shunaqa patsani, полный gaz, faqat YouTube'ga o'ynaymiz, chunki biz egoist и sagiyoychi. Shu paytda men Baburelloga telefon qilib shartimiz ozgina o'zgarganini aytib qo'ydim. Challenge'imizni biz 1 soat vaqtliroq tugatadigan bo'ldik. 10 emas, ya'ni kechqurun 9 da. Do'stlar, короче, men tugatdim. Terlagan bola. Oho, suv qaranglar. Oqishini qaranglar. Hozir effektli bo'ladi. Gana. Вот, mana cho'tki qilib oqyapti. Короче, вот qo'llarim. Xullas, sasib yotibdi, bilsa ham bo'ladi. O, ana. Mana не брезгаешь ты меня? Почему? Просто menga qarang. О. Ko'ryaptimi? Вот. Вот. Ko'ryaptimi? Ya bilmadim, men Mana. Ahrorlar bunchalik ish qilmagan. Hozir qilib beraman. Voy. Ko'ryapsizmi? Brat, это даже saunadan boshqacha effekt bu, deb o'ylayman. Da. Поэтому shuncha mehnat uchun do'stlar like bosib qo'yinglar. Nimaga men erga bermayman? Uje kun oxirigacha vosh o'lib qoldim, chunki och yuribmiz hali ham. Ну уже bo'ldi-da. Da, bo'ladi. Ko'nglingiz ketadi yozam. Xullas do'stlar, men bunga siqilib ketdim. Уже 1 soatdan ko'proq bu bilan o'ynayapmiz. Voy! Suv bo'lib ketibman. Qarang. Prikeng. Ko'rinadimi? Voy, mana brat. Qara, suvligimmi? Suv chiqdi. Endi sen xuddi shunaqa bo'ladi. Avazagili. Ertalabdan beri qilish kerak edi. Ha, o'nlaydi. Voy, bilin. Endi bitta cho'milib olmasam bo'lmaydi boru. Короче, do'stlar, buni yechib biz skver tarafga o'tib turaveramiz va o'sha yerda nimadirlar qilishga harakat qilamiz. Короче, hozir ofisga keldik, chunki ijodkorimiz Javohir ijod qilyapti tualetda. Real ozmoqchi. Detoks ichdi-yu, ko'rdingmi? Hozir короче tualet kirib ketdi. Undan keyin men ham harakat qilib ko'raman. No atak в целом normalmanda. Unaqa tualetga kirim kelmayapti, hojatga kirim kelmayapti, shuning uchun ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha lekin realni ozdik biz. Normalni ozdik. Endi bolalarni nima qilayotganini ko'rmayapman, sizlar bilasizlar. Albatta o'z fikrlarni boyaganda aytganimda yozib qoldiringlar. Qaysi komanda yutadi? Bunisi bilan ham qiziqroq bo'ladi-da. Rezultatni bilmasdan turib sizlar hozir yozib qo'ysanglar, keyin kayfroq bo'ladi, mazzaroq bo'ladi. Hozir endi Javohirni kutamiz, jigarlar.
Короче, do'stlar, men hozir yugurib keyin cho'milib chiqdim, takoy sochlarimni uklab qildim, kiyindim и 3-marta tualetga kirib chiqdim, lekin o'xshamadi. Faqat ertalab tualetga prям нормально tushdim, hozir уже yo'q. Вот, и hozir Zafar 2-marta chiqyapti. Qancha ishdimi yemadi, qancha kelishki edi. No kelish уже hazm bo'ldimi, yo'qmi bilmayman. И Zafar chiqqandan keyin Ahror oldiga boramiz и взвешивание. Vaqt уже 9 dan o'tdi и biz esa ketdik. Do'stlar, biz ozish uchun yana kardio qilishga keldik. Na maksimum gromkost. Xullas, bizda shunaqa gaplar, где-то bir yarim soatcha shu yerda kayf qilamiz, keyin manzilga otlanamiz. Давайте. Charchadim bular. Siz tualetga kirdingizmi? Yo'q-da. Uspet qilmadim. Qaranglar, men yig'ib kirib chiqdim-da. То есть yutishga qadam qo'ydim. Ha bu inson ichimda ushab turaman dotdi. Ko'p narsa yeganim ham yo'q-da. Yo'q, конечно, yemadingiz. Bitta salat menga o'xshab yedingiz, bo'ldi. Yutqizdingda, men o'ylayman yutqizdingiz. Yo'q, xavotir olmang. Xavotir, ular 5 barmoq yeb yeyishibdi. Telefon qildim, agar aldashmagan bo'lsa. Aldashgan. Mayli endi o'zlariga. Xullas do'stlar, biz mana bu ijodkor ijodini qilib bo'ldi. Endi esa biz уже почти vaqt ham kelib qoldi, yarim soat qoldi. Hozir mashinada sekin-sekin boramiz. Ungacha уже yarim soat ham o'tib ketadi va bolalar bilan uchrashamiz. Ketdik. Va nihoyat do'stlar, mana soat 9:40 ham bo'libdi. Bugungi kun bilmayman, brat, eng azoblanadigan video chiqdi. Eng qiyin challengelardan bittasi bo'ldi, rostdan ham. Roza tutib, yana ustida zanimatsiya ham qilishingiz kerak. Nimadirlar ham qilishingiz kerak edi. Ozish uchun. Xullas, juda ham og'ir video bo'ldi. Albatta, shunaqa harakat uchun хотя бы videoga like bosib turib, zo'r bo'lardi agar obuna bo'lib qo'yganingizda. Va do'stlar, ko'rganingizdek, biz короче 3 marta tualetga chiqdim kattasidan. Серьезно? Серьезно. Bir marta ham chiqqanim. Реально? On kapil. Yig'di. Yig'ib hozir chiqdingiz, to'g'rimi? Yo'q, men chiqarganim вообще. Men bra, men yig'dim. Butun kun yig'dim. Qiyorishim mumkin-da, no net. Men bitta o'pshi qilaman dedim-da. Bitta o'pshi tashladim. Примерно 1,5-2 kilo tashlab yubordi, qarang. Bombochka tashladi, bombochka. Siz nima qildingiz? Voy, biz вообще bir xil narsa qildi, lekin bu 2 marta tualetga kirdim, 3 marta kirdim. Nima qildinglar o'zi? Nima qayerga bordinglar? Hop, ketdi. Boshlaymiz. Boshidan men uyga bordim, tualetga chiqdim men сразу. Короче, tushundik. Приблизительно bir xil narsa qilibmiz biz ham. Bu akvaparkchi sizda. Biz akvaparkka borganimizda biz zalga bordik. Xullas, давайте endi bo'lmasam bitta o'lchattirib olaylik-da. Давай. 1 million so'mmi kim yutar ekan? Kim yutar ekan? Kim yutar ekan? Короче, давай kim yutsa, hozir hamma grif qiladi. Ovqatlanaylik. Ovqatlanamiz. Давай. Men birinchi chiqib beraman. Давай. Okey. 71.35, все. 71.35 bo'ldi. Давай, Zafar, endi siz. Tak. Voy! Necha? 45. 55. Go, endi siz. Давай, siz. Yo'q. Don zikiga, давай. Don ziki. Don ziki. Bilamisiz? Bular hozir kam chiqsa, alam yig'layman-da, real hozir shu yerda. Wow! 71.15 edi bilan. Let's go! Do'stlar, esingizda chiqmasa, Isagi yo'chi deb yugurganman men. Isagi yo'chi deb. Jinnimi, tichdingmi? Brat 3 marta. Voy, bila, gemoroy bu o'lib ketmasang bo'ldi, ish qilib. Ha, bo'lib siz yutqizdingiz bizni. Let's go. Oshib ketgan bo'lsam. Siz nima bes yig'dingizmi? Nimaga bu bes yig'yapti? Brat, ovqat yeyish kerak emas edi, suv ichish kerak emas edi. Bu bolalar suv ichdilar, cho'g'asizlarmi? Это вообще не нормально. Biza bitta tomchi ham ichmadik mana shu bolalar. Siz videoni ko'rasiz-ku. Sizlar o'zi ves ganyats qildinglarmi deb bizga savol berasiz. Siz videoni ko'rganingizdan keyin. Endi aniqlab olaylik do'stlar. Do'stlar, shu yerda hammamizni vaznimizni ko'rsangiz bo'ladi. Va afsuski men bilan Javohir yuta olmadik. Baburello bilan Zafar yutishdi. 1,5 kiloga yutqizdik biz. 1,5 kilo go'sht. Tualetga kiring dedimmi? U даже tualetga kirmadi-da. Atak biza Yutdi!
Просто nachi bola bilan такой. Ko'rasiz, videoda brat, это вообще ужас edi. Streshawimni mana qolma, такой to'kilib ketyapti, просто iceberg просто. Дорогой дневник, мне не подобрать. Mayli do'stlar, shu yomon notada videomizni ham yakunlaymiz. 1 million so'm bermayman. Voy. Mayli, beraman jigar. Rahmat. Kartez tashlavorsangiz tashlayveraman. Bo'ldi, 1 million so'm yutishdi. Endi sizlar greft. Bizdan greft, ad dushanskiy greft qilamiz, bo'ldi. Хотя бы 1 millionimni ovqat yeb oqlab olaman. Go'sht yeyman hozir, ishoning. 550 ming. Xullas do'stlar, shunaqa kontent oldik. Eng yaqin insonlarim bilan, eng yaqin do'stlarim bilan, eng yaqin ukam bilan. Agar sizlarga video yoqgan bo'lsa, albatta videoga like bosib turib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videoda kimni chaqiringlar, buni ham yozib qoldiringlar. Rahmat. Do'dosh. Let's go! Давайте, пока.